Buxankaga surib yeyish yoqadi-yu, lekin boshqacha narsa qilaman. Xamiriga iliq sut bilan qolgan kerakli masalliqlarni yozib qoldirdim. Birin-ketinli bilan solib, o'rta yumshoqlikdagi qo'lga yopishar-yopishmas xamir qorib olamiz. Tayyor xamirni 20 daqiqaga oshirgani olib qo'yamiz. Oshib chiqqandan keyin qo'limizni yog'lab, uni shu ko'rinishda ochib olamiz. Ichiga mayda qilib to'ralgan qizil peres, zaytun va ukrop solib, shunaqa qo'limiz bilan aralashtirib, yaxshilab xamirga yopishtirib olamiz. Tayyor zuvalani yana qo'limizni yog'lab, 6 bo'lakga bo'lib olamiz. Va ustiga tuxum surib, kunjut sepib, 180-200 darajada qizib turgan duxovkaga 20 daqiqaga qo'yiladi. Yumshoqqina, issiqqina ichidan tishlaganda zaytun mazalari kelib turadigan bochkamiz tayyor bo'ldi. Endi bu boshqa gap. Buni ichiga sariyog' yoki tvorojniy sirni surib mazza qilib yeb olish qoldi. Menga obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Hali bundan ham manfaatli videolar chiqadi. Buni mazasiga keladigan bo'lsa, gap yo'q.